Mana semizligini qarab yur, shunchalik ham semirguncha yuramikini. Mana qaranglar, trenovka qilib dars qilyapti ekan, o'l. Uyingda darsingni qilib trenovka qilsang bo'lmaydimi? Shuncha joy turganda mashinasini qo'yib qo'ygan joyini to'g'ri joyga qo'yib qo'ysa bo'lmaydimikin? Mashinasini qaranglar, qusib yuborganmi, ustiga suyu qilib chichib yuborganmi, bilmayman. Oshna og'aynilar bilan yig'ilib qolsak, mana shunaqa qilib g'iybat qilib o'zimizni aqlli ko'rsatamiz, lekin kimgadir aql o'rgatish kerak bo'lsa, sirazi dindan boshlaymiz. Biz axir musulmonmiz, gunoh bo'ladi, unoq qilmangiz deb yomon litsemeri, haligi bema'ni uyatsiz qizlar chiqsa, "Poy, palon, pison" deyishadi, lekin lichkaga yozsa, "Davay 5 ga 1 qilamiz birga" deb, unaqa litsemer bo'lmaydi, akalar. Signachama itibet bo'qidish. Meni hidim shunchalik shirinki, akalar, hattoki mashinani yoniga kelsam, mashinaniki ham turib ketadi, men qaranglar hozir. Qo'lim mana bitta qo'lim telefonda, men qaranglar. Ochil, itibet, tur. Turib ket. Tur, it. O ana, turib ketdi, ko'rdinglarmi? Bu haqida alohida video chiqaraman, aqlli gaplar gapirib. Ochil. Ochil, itibet. Voy bila, ochil. Ha, ana.